Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar, ukalar. Bugun hafta kuniga shanba 27-iyun sanasidamiz. Andijon Xo'jaobod chorva bozoridamiz. Xudo xolasa bugunga sizlarga Xo'jaobod chorva bozoridan 3 qismdan iborat video tayyorlab beraman, aka-ukalar. Bittadan layklarni chiroyli bosib, videolarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa sizlarga birinchi qismida aka-ukalar yosh qo'ziqo'chqonlar, ona bola qo'ylar hamda boladan ajragan sog'liqlar haqida videolar tayyorlayman. Ikkinchi qismida esa xudo xolasa naslli qo'chqonlar, boqma qo'chqonlar haqida videolar tayyorlayman, aka-ukalar. Undan keyingi qismida xudo xolasa yaxshi, toza qonli shvedlar haqida, toza qonli xunajan sigirlar haqida video tayyorlab beraman. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video qilishga harakat qilaman. Sizlardan bittadan chiroyli like, videolarni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video qilib beraman. Bizni chetdan, umuman qayerdan bo'lsa ham kuzatib turgan aka-ukalarimiz, siz bizni qayerdan kuzatyapsiz? Shu haqida xudo xolasa kommentariyalarda yozib ketasizlar, aka-ukalar. Musofirda yurgan, kasal bo'lib yotgan, sog'ligi, salomatchiligini bersin aka-ukalarimizga. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz sog'-salomat, sog'ligida, salomatchilikda O'zbekistonga kelib olib, shuna qilib bozorga chiqib bemalol bizning video ma'lumotlarimizga tayangan holatda chorvalar olish nasib qilsin. Hammani uyida xudo xolasa o'zi xohlagandan ziyodasidan ko'proqdan chorvalar bo'lsin. Like bosgan aka-ukalarimiz qo'llari Allohim Ka'balar tushasin. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, men videolarimni boshladim. Bir boshdan xudo xolasa baraka bo'lgan tochkalardan boshlab ketamiz. Aka, nech pulga baraka bo'ldi qo'chqonlar? Xo'sh. Asal qo'chqonlardan keldim, mana ko'ringlar. Akalarimiz baraka qilishdi, video salomlash. Aka, nech pulga bo'ldi? 3.650. 3.650 dan 3 tami? Bir donasi. Bo'lsa, yosh qo'zilardan, barralardan so'ragan aka-ukalarimizga ma'lumotlarni berib ketamiz. Mana. Bo'lsa, go'yo charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Necha bosh bu yerda? 7 tashlab. Qo'chqor sog'li aralash, ha? Ha, 2 ta sog'lig'imiz bor, qolgani qo'chqor. Qo'chqor. Sog'liqlarimiz yosholigi qanaqada? Sog'liqlar to'q hali, endi to'qliga o'tdi. Yana to'qliga o'tdi. Nech puldan deyapsiz narxlarni? Ularni Sog'liqlarimiz 4 million so'mdan kami bor. Qo'chqonlarni-chi? qo'chqonlar har xil 4,5, 3,5 shunaqa. 3,5 million so'mdan 4,5 million. Bu barralarimiz nech pul deyapsizlar? Ularni 2,5 dan. 2,5 million so'm. Aka-ukalar bozor holatiga xudo xolasa bozorga kiriblar, savdosini, videosini ko'rishni boshladi. Yana chiroyli layklarni bostiramiz. Mana ukam. Ukam oldingizmi buni sotyapsizmi? Qo'chqor sog'liq nima ekan? Sog'liq. Sog'liq. Nech pul aytyapsiz? 2 million deyapman, yomon. 2 million so'm kam xayri bor. Bozor nech pul so'radi? Ular 1 million 400 so'm so'radi. Mana barralardan so'ragan aka-ukalarimiz, barradan chiqqanlar ham aka-ukalar hozir so'rab ketamiz. Aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Neda nima, sog'liqlarmi hammasi aka? Yo'q, 4 ta qo'chqor, 5 ta sog'liq. 4 ta qo'chqor, 5 ta sog'liq. Kofe svetlaridan aka-ukalar so'raganlardan, kashtanlaridan so'raganlarga zo'rlar ekan. Sog'lari e'tibor beramiz. Sog'liqsiz bo'ladigan qo'zilar. Aka, sog'liqlariga nech pul aytasiz bahosini? 27 dan kam bor deyapti. 2700 ming so'mdan. Qo'chqorlariga-chi? 3 million so'mdan. Hozir nech puldan so'radi sog'liqlar? Aka, bitta qo'y ustidan so'radi, Hammasi 2,5 dan, xudo xolasa qo'y ustiga so'radi. 9 tasiga. Mana bu yerda aka bozorga kirayotganimda bitta 2 dona egizdimi bilmadim, qo'zlarga ko'zim tushgan akamizdan baholarni so'rab ketamiz. To'rttasiga aya 3,5 dan bera oling. Sizlarga chiroyli narsalarni ko'rsatib keldi aka-ukalar. Akamizda ko'rib qoldim mana. Ikkosi ham qo'chqor aka? Aka, bu 3 ta edi. 3 ta emidi? Bitta qo'ydi bolasi, 3 ta edi. Egischini bolasi ekan-da mana. Bular
endi adashib kelishib qo'lam har doim o'lyapmiz. Ikkosiga. Ya bittasi. To'rttasiga. Endi Shu ikkosiga qo'shib to'rttasigami? ha, shu ikkosiga qo'shib yana ikkita. Aha. Gaplar. Mana bittasi, mana bittasi. Nech puldan aytdingiz bularni bahosini? Ana, ejon ko'rib aka, bularni 300 qog'ozdan berilmagan. 3,5 dan kami bor deyapman, bu to'ralasi. To'ralasini 3,5 dan kam bor mana bularda. 300 qog'ozdan bermabdi aka. 3,600,000 so'mdan to'g'ri keladimi 3 tasi? Ko'rib oling sifatiga, olib berib. Aka sifat xudo xolasa. Bunchalik o'qish osonlashdi. Xudo xolasa qo'zini Mana egiz. nomeradini bo'lib turibdi mana. 3 ta egiz bo'yicha bitta bas. Ikkosi ham qo'chqora bular hozir. Ham qo'chqor. Uchinchisi nima edi? 300 qoldi. Urg'och qoldi. Ikkala. 300 dollardan berilmayapti bular, o'zi asli. Mashalloh. Nasib qilsin deganlar ikkalatdan lakni bosib qo'yamiz. Ena bola variantlaridan qiziqqan aka-ukalarimizga mana ena bola varianti xudo xolasa bolasi sog'lom. Bolasini quloqlariga yetib oladi. Galvanoslariga yetib oladi. Xudo xolasa bo'ladigan sog'lom. ham qo'ydilarni bilan taniysiz. Besh pul aytyapsiz aka ena bolaga? Do'ngiga 12,5 million beryapman. O'xshiga. Nima ekan? Bu yonidagilar nima? Qo'zilar nimadan? Ikkita qo'shqa bitta sog'liq. Ikkita qo'shqa bitta sog'liq. 12,5 baho beryapsiz. Nech pul aytyapsiz aka siz? 15 million aytyapman. Beriladi deyapman. 13 birga sotilmadi. Olaman, o'g'lim keltirgan sentrdan olaman. Ona bola variantidan so'ragan aka-ukalarimizga, xudo xolasa onasini ham borib oladi. Oltin chorva. Oddiy chorva? Oltin chorva. Aka, charchamayapsiz? Salomatmisiz? Bolasi nima ekan? Sog'lik. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Salomlarga yerisin. Mana qo'yimizga yetib olibmiz. Bolasi uzun qo'y aka. Chiroyli berib qo'yibdi. Sonida. 27 bersam 28 berdi. Bu nima ekan? Sog'liqchami bu ham? Akamiz savdo qilyapti mana. Mana 9 ring mashina Ahmad. Kim bo'ladi? 2700 ming so'm so'rayapti akamiz. Aka nech pul baho aytasiz ena bolaga? 8 million baho aytdilar. Nech pul so'radi bozor? 71 so'radi. Zo'rna. Ko'p qo'yimizdan so'ragan aka-ukalarimizga mana. Qo'chqormi sog'lom aka? Qo'chqorcha. Buni bolasimi bu? Yo alohidami? Nech pul aytyapsiz qo'chqorchamizga? Kallasini ko'taring bitta buni. Ko'p qo'yimizga qiziqqan aka-ukalarimizga. Xudo bo'ladigan qo'chqor, besoladigan qo'chqorlar bular aka. Nech pul so'ralyapti? Bozorchi. O'zingiz nech pul aytyapsiz? 4 million so'm kami bor. Mashqilib sotadi akaman, 1 qo'y so'raganda. Bermadingizmi aka? Xo'jobod qattiq video ana qaytisi kerak, savdogar ekan. Berasizmi? Yaxshi oling. Sovg'a qilayotgan oling. Nech pul berasiz? Kreditga chiqsin. Kreditga chiqsin. Yo'q, boshqa ayting. Kamiga sotdimmi? Beraman. Kamiga sotdimmi? Kamiga sotdimman boshqa odamga. Mana turar. Aytlar ketammi? Qancha berding? 10 million berib Ha, qo'ysin. Ona ko'raymi? Qancha berdi aka? Qancha berdi? 2700 ming so'm beradi qo'ziga. 750 ming. 2750 ming ko'tarib turadi. Ajratib 73-48 yetgan. Bering akamizga aka. Qo'ysin aka, qo'ying aka. Qaro. Yo'q, kamiga. Tushunmadingmi? Men siz uchun beraman, lekin boshqa Qo'ying akam buni. kamiga sotmayman. Bir marta qo'y so'radi. Boshqa odamga uchun kamiga. Savdoni qattiq qilyapti akamiz. Bu yoqda xohlasa shunaqangi o'ta sifatli qo'ylar turibdi. Ularning videolarini davom ettirib olib ketamiz aka-ukalar. Charchamayapsizmi Hoji tog'a? Endi bola variantlarimi? Qaysi bular? Bolasi sog'liqchi ekan. Nech pul aytyapsiz bularga? 9 million so'm aytyapti. Bozor nech pul qildi? Yakka sog'lig'imizgachi? Qara bir beryapman. Mana aka, bozor holat. Laykni bosib turamiz, Xo'jobodlik aka-ukalarimiz mana shu yerdamisizlar. Videolarni ko'rib bittadan chiroyli layklarni bosib turamiz. Xudo xolasa
Ataylar sizlarni. Xo'jobod bozoriga kelganmiz. Aka charchamayapsizmi? Yakkalik sog'liqlar aka-na? Yakkalik sog'liq. Nechinchi qorin bolasidan ajradi aka bular? 4-dan ajradi. 1 2 3 4 5 6 ta. Nech pul aytasiz bahosini aka? Aka 5 dan aytyapman. 5 million so'mdan baho aytilyapti. Bozor qisirligini 100 talik qisira. Qisir aka. Bu odam xaridor, qo'shib qo'yaman deyapti. Nech puldan so'rayapti bozor? 44 dan so'rayapti. 44 dan so'ralyapti mana aka. 44 dan men kam qo'shasiz aka. Bozorga ketyapti aka mana. Hayri bo'ladi, mahsulotda hayri bo'lishi kerak. Cho'pon akamiz qo'ylarini olib tushdi mana. Bozorda xudo xolasa Yo'q, aytyapman, men sog'liqlarga e'tibor berib qo'ying aka. Akamiz ham qo'ydi, yaxshisini tanlab oladi. Yaxshisini boqib mana olib tushdi bozorga aka. Sog'liqlarga qarab bitta baho berib qo'yamiz aka. Lakni zo'rini bosib turamiz. Bozorning savdosini olib ketamiz. Nech pulga ketdi barakasi? 53 ga. Qaysi biri? Ha, tanlab sarasini tanlabda Hojiton. Aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Qalay ishlar? Sekin olib tushibdi bozorga. Ha, yaxshi. Zo'rlari tushibdi akalar, xudo xolasa. Sog'liqlarida mana chiroylilari. Xudo xolasa so'ylar, boladan ajraganlar. Nechinchi boladan ajradi aka bular? Bu to'rdan ajraydi. Qolganlar 2-3-sidan ajrabdi. Mana bittasi hozir barakasi bo'ldi, aka-ukalar ko'rdinglar. Va xolasa akamizda cho'pondan qo'y olaman degan aka-ukalarimiz akamizga murojaat qilasizlar, xudo xolasa. Antinasi chiqib qolgan yerda savdosini qilib beradi. Nech pul aytasiz bu 4-qoringa? Har turidan bor aka qo'ylar. Ha. Aka buni ham 6 deyapti. 6 dan narx berib. Hammasiga 6 dan aytyapsiz. Savdosini qilib olishyapti aka-ukalar. Mana sog'liqlarimiz. Qo'yadilar. Telefon nomerlarini aytib keting aka. 93lik 724 76 66 44. Aka-ukalar, bu akamizni eslasanglar, O'zbek Andijon, Shahrixon, Xoldonbek, Cho'ja bozorida savdosini, videosini olganman. Bitta Qo'chqorda ola olmagan. Ash Qo'chqorda olganman aka-ukalar. Mana akamiz sog'liqlariga qo'shaman, bitta zo'r Qo'chqor savdosini qilgan. Aka-ukalar bittadan laykni bosib turamiz. Bo'lsa, aka qayda anaqa adir qayga borishadi? Lokatsiya Adir uyimizning manziliga Gulobboshida. Gulobboshida yo'nda. Adirimiz ikkita, Jalaqudada, To'g'rontepada. Jalaqudada, To'g'rontepada. Aka-ukalar raqamlarni xudo xolasa yozib olib akamizga aloqaga chiqib bog'lanamiz. Hozir qo'ylar zo'rlari bo'ladi. Har turidan bor xudo xolasa. So'raganiga xudo xolasa topib beradigan variant. Cho'pondan savdo qilaman degan akalarimizga mana variant aka-ukalar. Barakasini qo'rasiga qo'yib berasiz. Bor aka. Barakasini bersan olganga sotganga. Ha. Mana aka-ukalar. Xudo xolasa Xo'jobod chorva bozoridan tayyorlagan birinchi videolarimiz tamomlanyapti aka-ukalar. Keyingi videolarimiz xudo xolasa naslli qo'chqorlar, boqma qo'chqorlar qatoridan video qilamiz. Videodan chiroyli layklarni bosib, keyingi videolarimizga o'tib ko'rishingiz mumkin aka-ukalar. Xudo xolasa sizlarga zo'r videolar tayyorlayapman.